Abdulhay, buni ta'mi uchun 40 yil yotaman. Bunda nima bor ekan, og'a? Tuxum bilan pomidor qovurdim-da. Dangasa xotinlarning ishi. Shuni qiladigan bitta xotin bo'lsa, dangasaligiga qarab o'tirmasdan uylanardim. Do'stlar, bugun bitta zo'r joyga kelganmiz. Bizani mehmonga chaqirishgan. Elif kafesi mana bunaqa ajoyib bir kishilik set qilib berishgan bizga. Mana bu ovqatni endi bilmagan inson bo'lmasa kerak. Men. Xo'p, keyingisi turk pahlavasi. Ko'rishinglar mumkin, mana turk bardak choyi, ekmek nonlari bilan. Videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'ying. Men buni ta'mini ko'rib, ta'miga like bosib qo'yaman. Ketdi. Siz ham oilangiz yoki do'stlaringiz bilan haqiqiy turk atmosferasini his qilmoqchi bo'lsanglar, Elif kafesiga tashrif buyursanglar bo'ladi. Endilikda men turk baklavasini ta'mini tatib ko'raman. Ketdi.